Mexanika korobkali Gentra qidirib yurganlar uchun bizda navbatdagi Gentra avtomobili sotuvda 2015-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi paysi mexanika korobkali, bosib o'tgan masofasi probegi 132 ming kilometr. Mashinamiz benzinda harakatlangan, gaz umuman o'rnatilmagan. Texnik holatlari ham yaxshi holatda, 4 ta yaxshi yumshoq svejiy balonlar taqib qo'yilgan. Kuzov tekis holatda turibdi, qirilgan, bo'yalgan joylari yo'q. Absolutno toza, tekshirib ko'rdik. Sizlar ham bemalol tekshirib olishingiz mumkin. Hop, saloniga keladigan bo'lsak, salonni ham ko'rishingiz mumkin. Akkuratniy salon, mebelni yapshivkalar. Bu zavodskoy ikkinchi paysi, bir bilan adashtirmaylik. Ancha-uncha farqi bor. Akkuratniy holatdagi salon. Signalizatsiya majiklar o'rnatilgan bo'ldi, deyarli stok holatida. Mashina holati zo'r. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $6,900. Mashinamiz faqat naqd pulga sotiladi. Gendaveriniz berilmaydi, faqat оформление. Manzil Toshkent shahar, telefon raqamlarini pastda qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Videoni Gentra mexanika qilib yurgan tanishligi yuborib qo'yamiz.